Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlarimiz, qadrli do'stlar. Bizning YouTube ijtimoiy tarmog'ida uzoq yaqindan kuzatayotgan podpischilarimiz, bugungi sizlarga reklama qo'yib beradigan mashinamiz Onyx Premier 6-mi 7-chi pozitsiyasi, ya'ni eng fulli, lekin Premier Plus'i, xullas Redline emas. Redline ko'pchilik xohlamaydi, aylanlar yoqadi. Aylanlar Premier Plus, Premierlar yoqadi. Bu Premierning eng full varianti, Plus varianti bo'ladi. Sizlar uchun mashinamizni reklama qilib obzor etib beramiz. Video obzorimiz yoqadigan bo'lsa like bosib, narx ham ma'qul keladigan bo'lsa bemalol kelib xarid etsangizlar bo'ladi. Agar fikrlaringiz bo'lsa kommentariyada yozib o'tinglar. Albatta, nima deydi, odob doirasidan chiqmagan holda, o'zimizni obro'yimizni yo'qotmagan holda, deymi? Xullas shunday. Mashinamiz 4 tona yumshoq balon qo'yilgan zo'rindan, nom firmada bu Charamxo firmasidan. Charamxo, GoPro va siz zo'r firmadan bog'lar, kilometr ham zo'r beradi. Nima deydi? Yurish effekti ham zo'r. Mashina 40 ming kilometr yurgan, 0 dan 3 balonda. Lekin sassan durishini qaranglar. Почти bir 10 ming, 15 ming kilometr yurgan balon o'xshaydi sassiyasi. Mashina oq rangda, kraska 100% rodnoy sotib egalardan kelib turibdi. Hozir sotib ber, rasika deb tashak ketdilar. Beskuluchoy do'stliklari bor, lyuklari bor. Salonni akkuratni durishini qaranglar. Hali taxlangan vaz emas. Просто обычный mo'jasini o'zimiz qildirdik. Motorni bir yudirib berdik. 46 ming kilometr masofani bosib o'tgan. Hamma funksiyalari boyna. Rul qizdiradon, keyin klimat kontrollari, elde orqa sidinlar qizadi. Keyin zaryad telefonni zaryadga beradigan беспроводной. Orqa sidinlar ham qizadi. Eng topoviy komplektatsiya deymi? Shundan yumshoq balon 4 ham toza. Oq rangda Premier Plus pozitsiyasi. Arka balonlar ham zo'r holatda turibdi. Beskuluchoylarni aytib o'tdik. Videoni qaranglar. Kichkina akula, mana buni balasi bu. Elde kapotini tartib ber suqrab. Elde kapotini ham ko'rsatib 2024-yil salondan olingan. Lekin ishlab chiqarilgan yili 23. Sabab zavoddan 23-yil chiqqan, avtosalondan 2024-da oldi. Endi avtobus qog'ozlari necha bor? 44 mingdan 50 minggacha, hali yana 4 ming kilometr yursangizlar bo'ladi ekan. Hamma funksiya bo'ladi. Motor 1.2 turbina, 3 porshon bo'ladi. ABS tormozlar bo'ladi. Konditsionerlar zo'r ishlab turibdi. Xullas mashina rasxodsiz, benzinda yurgan mashina, gaz qo'yilmagan, sababi bilan rasxod ham oz, bilasizlar. Xo'sh, endi aytadigan bo'lsak, kamchiligini ham shu o'rinda aytib o'tgan yaxshi. Kamchiligi bir ega kerak, eldan bir tonirovka urib berish kerak shu ega. Ana keyin bosaveradi. Gaz qo'yaman desizlar, endi van tarafi o'zlaringiz xohlashlaringiz, lekin egasi shu kilometrni benzinda dedim. Hech qanday qiynalgan yerim bo'lmadi, hech qanday rasxodi ko'p bo'lib, meni qiynagan yeri bo'lmadi deb aytib o'tdi. Narxini yordam bo'lsak, do'stlar, naq puldan bo'lsa 143 million so'm aytib beramiz. Naq puldan bo'lsa. Kredit olgan bo'lsa, eldan где-то bir 20 million so'm berib, notariuskaya xarajatlarni отдельно to'laydigan bo'lsangiz, oylik to'lam 3 million, 3,5 million so'm atrofida chiqadi. Endi bu bo'yicha to'liq ma'lumotni telefon uringlar, yo bo'lmasa ofisimizga kelsangizlar, shu yerda avtosalonda bo'lamiz. To'liq ma'lumotlarni berib, 100% aniq ma'lumotlarni shunda bersak bo'ladi. Sababi dollar kursi o'zgarishiga qarab grafiklar o'zgaradi, banklar har vaqtning baholashini o'zgartirib turadi. Shuning uchun hozir biz 100% shu grafik bo'yicha chiqadi deb sizlarga ma'lumot berib bilmaymiz. O'zini tan narxini aytib o'tdik. Qiziquvchilar bo'lsa bemalol bog'lanasizlar. Naqd kredit, barter, sizlar xohlagan variant asosida mashinamizni taxlab beramiz. Va sotuvda mashinalarimiz bor. Onyx Premierning qora rangisidan, yan tarafda ham qora rangli Premier Onyximiz bor. Gentra, Cobalt, Tracker, Damas, Spark. Nechta turdagi mashina kerak bo'lsa, avtosalonga kelaverasizlar va xohlasangizlar sotiladigan mashina bo'lsa aytsangiz, zo'r bahoda mashinalarni hisoblab olamiz. Sog' salomat bo'linglar, hammangizni kutib qolamiz.